Shahardagi birinchi kelgan paytlarim bu parkka juda ham ko'p kelib turardim, chunki to'g'risini aytsam, yolg'izlik, uydan uzoqda yashash degan xullas zerikarli o'zimni his qilganimda kelardim shu parkka. Hozir ancha bo'ldi kelmaganimga. Oxirgi marta qachon kelganimni eslolmayman. Hozir yana o'zim keldim mana shu yerga. Juda ham boshlarim og'rib, siqilib ketganimdan keldim, lekin hissiyotlar baribir oldingidaqa emas, birinchisidagidek emas. Lekin havo bu yerda juda ham toza. Shaharga nisbatan ozgina sovuqroq. Shahardan ancha balandlikda bu yer. Hozir ko'rsataman mana tushunishinglar uchun. Mana shahar. Bu shaharda ham baland qismi, yana shaharda baland qismidan ham balandda. Mana shahar. Mana agar batenda o'zim o'tirish zerikarli-da. Suhbatdosh bo'lsa o'tirasiz. Pastda o'tirganlar bor ekan. Shunaqa. Mana bugun dushanba bo'lgani uchun unchalik odam kam. Hafta kuni bo'lgani uchun odam kam. O'sha uchdagi arkaga ham haligi minoraga ham chiqqan edim bir paytlar. Shunaqa. Bu yer juda ham zo'r. His qilganingizda kelib, aylanib ketishingiz shu. Faqat qulay kiyimda kelish kerak. Ya'ni yurishga udobniy bo'lgan oyoq kiyimda yoki o'sha. Chunki bu yerda yurasiz asosan. Hali yana adashmasam juda ko'p oylar bu yer yashil bo'lib turadi, sentyabrda. Toza havo. Hozirgi payti menimcha eng ideal payti bo'lsa kerak. Bu yer Norma park. Juda ham katta yashil hudud. Asosan o'sha dam olish kunlarida odam ko'p bo'lsa kerak, menimcha. Dam olish kunlarida ham kelganman, adashmasam, bayram arafalarida. Lekin hozir mana agar dushanba kuni keladigan bo'lsangiz, bunaqalarni ham bo'sh bo'ladi, hamma o'zingiz uchasiz. Bemalol. Zo'r. Hozircha yolg'iz kelib turamiz. Bizga ham hamroh bilan kelish nasib bo'lsin.